qaraymiz. Vaqtincha ishlolmaydiganlar uchun. Vaqtincha ishlolmaydiganlar uchun siz hozircha uyda o'tirgan holatda bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari ko'p kishi balki internet sohasida uyda o'tirgan holatda home office bo'ladi-yu. Mana shu home office shaklida balki ish yurayotgan bo'lishi ham mumkin. Siz bemalol o'zingiz uyda boshqalarni qabul qilishingiz mumkin, klientlarni. Ko'proq o'sha havoga bog'liq, mana shu havoda internet, messenjerlar, qanaqadir bir saytlar orqali ishlanadigan holat ko'rinmoqda. Balki kimdir, masalan, sidelka bo'lib ishlaydi-ku, uyda uy yordamchilari shunaqachin holatlar, nyanchkalik qiladi, boshqa qari kishilarga uhud qilishi mumkin. Shunaqa kishilar ham kirishi mumkin. Ish qidirayotganlar uchun esa ish qidirayotgan ayollarimiz uchun hozircha noma'lum holat, chunki siz juda ham qanaqadir bir psixologik